İbn Ataulloh Sakandari yana ba'zi bir nuqtalarda aytibdilar. Bandani o'sha shukrni ado qilolmasligi, gunohkorligini his qilishi uchun aytgan so'zlarida g'aflat ham, mana biz gunohni bilamiz, ammo g'aflat ham Alloh subhanahu va taoloning oldida bandadan noqislik bo'ladi. O'shuning uchun Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam tahoratdan chiqqanlarida g'ufronaka deganlar. Mag'firatingni so'rayman, kechirimingni so'rayman. Bo'lmasam hojat tushashib chiqqanlar. Nimaga shunday duo qilganlar desa aytishadiki ulamolar, zikrdan to'xtaganlariga istig'for etganlar. Chunki u yerda zikr qilib bo'lmaydi, zikrdan to'xtagan paytlariga o'shini qoplash uchun istig'for etganlar deydilar. Shu darajada Alloh subhanahu va taologa bog'langanda kishi Allohning xalifasi bo'ladi. Yana o'sha Alloh taologa bo'lgan iltijo Allohning bandaga bo'lgan muhabbatidan. Bu hozirgi bo'layotgan iltijolar bu Ibn Ajib Ibn Ataullohdan chiqayotgan. Bular hammasi qalbidagi ma'rifatdan. Bir kishi cho'ri sotib olibdi. Qop-qora cho'rini sotib olibdi. Uyga olib kelib kechqurun yotsa, endi boshini yostiqqa olyapsa, cho'ri aytibdiki, "Ey sayyidim" deb hojiga aytibdi. "Hojam, Robbingiz uxlamaydi-yu, siz uxlashga uyatmaysizmi?" debdi. Dedida deydi, keyin turib namoz o'qishga ketdi deydi. Men ham ogoh bo'ldim uni namoz o'qiyotganidan. Uni qarasam sajdada duo qilyapti. Duosini eshitsam aytadiki, Parvardigor, ey Robbim, seni menga bo'lgan muhabbatingni haqqi hurmati so'rayman, meni azoblamagin deyapti. Meni yaxshi ko'rishingni o'rtaga qo'yib so'rayman, meni azoblamagin. Men unga xato qilding. Senga bo'lgan muhabbatimdan meni azoblamagin deyishing kerak. Seni menga bo'lgan muhabbating emas, senga bo'lgan mening muhabbatimdan deyishing kerak desam, salom berib turib, men xato qilganimni to'g'ri aytdim taqsir. Agar muhabbati bo'lmaganda sizni uxlatib meni turgizib qo'yarmidi degan ekan. Menga alohida muhabbati bo'lmasa, sizni uxlatib meni turgizib qo'yarmidi? Shunda men aytdimki, shu gaping uchun Alloh uchun ozodsan, ket dedim. Xursand. Desam, bu kichkina ozodlik endi kattasi qoldi deb chiqib ketdi deydi. Ya'ni do'zaxdan ozodlik. Bu kichkina ozodlik bu bo'ldi, endi kattasi qoldi deb turib chiqib ketdi deydi. Ba'zi bir o'sha Alloh subhanahu va taologa muhabbati bor kishilardan bittasi duo qilgan ekanki, ilohiy, agar sen meni xorlamoqchi bo'lganingda meni toatingga muvaffaq qilmasding. Agar meni sharmanda qilmoqchi bo'lganingda senga osiy bo'lgan paytimda, gunoh qilgan paytimda meni yashirib qo'ymasding. Parvardigor, agar gunohlarim bo'lmaganda azobdan qo'rqmasdim. Agar karaming bo'lmaganda savobdan umid qilmasdim deb duo qilgan ekan.